Assalomu alaykum. YouTube kuzatib o'tirgan aka-ukalarimiz mana aka. Kabinali Murodida motor qo'ydik. 5 talik batareyamiz, 6 talik batareya qo'yildi. Motor dvigatel 6000 ning boradi. Hozir haydaydi ko'rasiz. Tarafları to'liq yangi firma. Bu dastavka bo'lyapti hozir. Rabir. O'chirib baloga olasan akkumulyatorga. O'chirib akkumulyatorga ola. Mana. Endi akkumulyatorga o'tdim. Kabinali Murabi Sultonobodga dastavka bo'lyapti. Bu 6 ta akkumulyator sidinlarning ostiga joylashtirilgan 48 lik akkumulyatori. Bu elektronik holati. Qo'shimchasi mana ichida zapas faloni bor, zaryadchik, dankarat kuluchi bor. Mana ko'rib turibsizlar. Folni isqo'ysiz. Dal topshiramiz, uni ham egasini ko'rsatamiz. Ketdik ayday. Motor bilan gaz ko'chat qildi. Motor dvigatel 6000 оборот bo'ldi. Oldin 5 talik bilan, o 5 talik bilan ularadi, 5 talik bilan emas, hozir 6 ta akkumulyatorga 72 voltga ulandi. Telefon nomerlari kerak bo'lsa +992 93 409 97 96 014 77 96 96 nomerda WhatsApp hamma narsa bor. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin, bog'lanishlaringiz. Narxini ovoza keladigan bo'lsa, kelishilgan holatda qilib beramiz.